Bugun men siz bilan juda muhim masalani, ya'ni pensiya oshishi, gaz uchun yangi tariflar va endi keladigan yangi hisob kitoblar haqida aniq va tushunarli qilib gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu har bir xonadonga, har bir oilaga, har oy kommunal to'lov qiladigan har bir insonning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz gazdan foydalanayotgan bo'lsangiz, agar uyda ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz pensiya olsa, agar siz endi qancha to'layman, pensiya yetadimi, qarzdorlik chiqib qolmaydimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda kerak. Men bugun gapni aylantirmayman. Qanday bo'lgan, nima o'zgargan, kim ko'proq ehtiyot bo'lish kerak, kim vahima qilmasligi kerak, yangi hisoblarda nimalarga qarash lozim, xatolik bo'lsa qayerga murojaat qilish kerak, hammasini oddiy til bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy maslahatlar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ortiqcha pul to'lab qo'yishi yoki o'z haqini vaqtida talab qila olmasligi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar gaz uchun nisbatan pastroq tariflarda to'lab kelishdi. Ayrim oilalar oyga qancha gaz ishlatayotganini ham aniq kuzatmasdi. Chunki to'lov miqdori unchalik katta sezilmasdi. Ayniqsa qish oylarida isitish uchun ko'p gaz ketgan bo'lsa ham ko'pchilik har doimgidek to'laymiz deb yurardi. Hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirish, kvitansiyani tekshirish, shaxsiy kabinetdan qarzni ko'rish kabi odatlar ham hammada shakllanmagan edi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Gaz uchun tariflar bosqichma-bosqich yangilanmoqda, ayrim joylarda iste'mol me'yorlari, limitlar, ijtimoiy norma degan tushunchalar ko'proq tilga olinmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, gazni qancha ishlatsangiz, to'lovingiz ham shunga qarab sezilarli o'zgarishi mumkin. Oldin bir oilaning yozdagi to'lovi bilan qishdagi to'lovi orasidagi farq unchalik qo'rqitmagan bo'lsa, endi qishda isitish, ovqat qilish, issiq suv, qo'shimcha xonalarni isitish hammasi hisobga kirib, yakuniy summa ko'proq chiqishi mumkin. Pensiya masalasida ham odamlar orasida ko'p savol bor. Pensiya oshadimi? Oshsa, bu oshgan pul gazga ketib qolmaydimi? Kam ta'minlangan pensionerlarga yordam bormi? Yolg'iz yashaydigan keksalar nima qiladi degan savollar juda tabiiy. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Pensiya oshishi alohida masala. Kommunal tariflar oshishi aldi masala. Ikkalasini bir-biriga aralashtirib yubormaslik kerak. Pensiya oshirilsa, bu pensionerning daromadi ko'payganini bildiradi. Lekin gaz tarifi o'zgarsa, xarajat ham ko'payishi mumkin. Shuning uchun har bir oila o'z hisobini aniq qilib ko'rish kerak. Eng avvalo, gaz uchun yangi hisob kitobda siz 3 ta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Tarif qancha? Hisoblagich ko'rsatkich to'g'ri olinganmi? Sizning nomingizda oldingi qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov bormi? Ko'pchilik faqat yakuniy summaga qaraydi. Masalan, kvitansiyada 1-ming so'm chiqsa, odam nega bunchalik ko'p deb hayron bo'ladi. Lekin ichiga kirib qarasa, bu summaning 7 mingga oldinga qolgan qarz, 3 mingi joriy iste'mol, 10 mingi esa penya yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, faqat to'lash kerak bo'lgan summaga emas. Uning qanday shakllanganiga qarang. Oddiy misol olaylik. Bir pensioner opa kichik uyda yolg'iz yashaydi. U asosan ovqat pishirish uchun gaz ishlatadi, isitish markaziy tizimda yoki elektr orqali bo'lishi mumkin. Bunday holatda oylik gaz iste'moli kam bo'ladi. Agar hisoblagich to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, yangi tariflarda ham to'lov keskin oshib ketmasligi mumkin. Bu kabi odamlar vahima qilmasligi kerak. Lekin baribir hisoblagich ko'rsatkichini har oy yozib borishi zarur. Chunki yolg'iz yashovchi pensionerning iste'moli odatda barqaror bo'ladi. Agar bir oy birdaniga juda katta summa chiqsa, demak, yoki ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan, yoki eski qarz qo'shilgan, yoki hisoblagichda muammo bo'lishi mumkin. Endi boshqa misol. Bitta uyda ota-ona, 2 farzand, kelin, navralar yashaydi. Qishda gaz plitasi ham ishlaydi, isitish qozoni ham ishlaydi. Issiq suv ham gaz kolonka orqali olinadi. Bunday oilada iste'mol tabiiy ravishda ko'p bo'ladi. Agar tarif oshsa, aynan shunday xonadonlarda to'lov sezilarli oshadi. Masalan, oldin oyga 2 ming so'm atrofida gaz to'langan bo'lsa, yangi tarif va ko'p iste'mol sababli ichib 5 ming, dardi 5 ming yoki undan ham ko'proq chiqishi mumkin. Bu yerda davlat noto'g'ri hisoblayapti deb darrov xulosa qilishdan oldin real iste'molni ko'rish kerak. Qozon kecha-yu kunduz yoqilganmi? Uyda issiqlik yo'qotilishi ko'pmi? Deraza va eshiklardan sovuq kiryaptimi? Bular ham to'lovga ta'sir qiladi. Yana bir juda muhim holat bor.
Ayrim odamlar uyda ro'yxatda 2 kishi, amalda esa 5-6 kishi yashaydi. Gaz hisoblagich bo'yicha hisoblanayotgan bo'lsa, ro'yxatda nechta odam borligi iste'molga bevosita ta'sir qilmaydi. Chunki qancha gaz ishlatilgan bo'lsa, shuncha yoziladi. Lekin imtiyoz, subsidiya, ijtimoiy yordam masalalarida oilaning tarkibi, daromadi, yashash holati muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni to'g'ri yuritish kerak. Ro'yxatda turmayman, lekin shu uyda yashayman degan holatlar keyin yordam olishda savol tug'dirishi mumkin. Pensiya o'sishi bo'yicha ham oddiy hisob qilaylik. Deylik, pensionerning pensiyasi ma'lum miqdorga oshdi. Bu yaxshi, chunki oziq-ovqat, dori-darmon, transport, kommunal to'lovlar hammasi qimmatlashib borayotgan sharoitda qo'shimcha pul kerak. Lekin agar pensiya 1000 so'mga oshsa, gaz to'lovi qishda 1000 so'mga oshib ketsa, pensioner buni baribir og'ir sezadi. Shuning uchun pensiya oshganini ko'rib xursand bo'lish bilan birga xarajatlar daftarini yuritish kerak. Men pensionerlarga har oy 3 ta ustunli oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Pensiya qancha tushdi? Doimiy xarajatlar qancha? Kommunal to'lovlar qancha? Shunda oy oxirida pul qayerga ketayotgani aniq ko'rinadi. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda gaz orqali isitiladigan katta uyda yashovchilar. Ikkinchi navbatda hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaydiganlar. Uchinchi navbatda eski qarzi borligini bilmay yurganlar. To'rtinchi navbatda ijara uyda yashaydiganlar. Chunki ba'zan uy egasi eski qarzni ijarachiga yuklab qo'yishi mumkin. Beshinchi navbatda yolg'iz pensionerlar. Chunki ular ko'pincha hisob kitobni tekshirishga qiynaladi. Telefon ilovasidan foydalana olmaydi yoki navbatda turishga kuchi yetmaydi. Bunday insonlarga farzandlari, qo'shnilari yoki mahalla faollari yordam berishi kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Gazdan juda kam foydalanadiganlar, uyda zamonaviy va tejamkor uskunalar o'rnatilganlar. Hisoblagich ko'rsatkichini muntazam nazorat qiladiganlar, eski qarzi yo'qlar va har oy kvitansiyani tekshiradiganlar. Lekin bu umuman qarash shart emas degani emas. Chunki texnik xato ham bo'lishi mumkin, inson omili ham bo'lishi mumkin. Bir oy xatoni vaqtida ko'rmasangiz, keyingi oy unga yana qo'shimcha summa qo'shilib ketadi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichi. Agar hisoblagichdagi raqam bilan kvitansiyadagi raqam mos kelmasa, darhol e'tibor bering. Masalan, hisoblagichda 1200 yil kub ko'rsatyapti. Kvitansiyada esa 1200 yil kub deb yozilgan bo'lsa, 100 kub farq katta pul bo'lishi mumkin. Bu xatolik bo'lishi mumkin. Oldingi ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin yoki hisob-kitob taxminiy qilingan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda indamay to'lab yubormang. Avval rasmni oling, sana bilan yozib qo'ying. Keyin gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qiling. Ikkinchi nozik shart hisoblagich ishlamay qolishi. Ayrim xonadonlarda hisoblagich eski, muhrlari eskirgan, oynasi xiralashgan yoki raqamlar yaxshi ko'rinmaydi. Agar hisoblagich ishlamay qolsa, keyin gaz tashkiloti o'rtacha iste'mol yoki belgilangan tartib asosida qayta hisob-kitob qilishi mumkin. Bu esa kutilmagan katta qarz chiqarish ehtimoli bor. Shuning uchun hisoblagichda muammo sezsangiz, uni o'zingiz ochmang, muhriga tegmang, ichini ko'rmang. Rasmiy oling va rasmiy ariza bilan mutaxassis chaqiring. Muhr buzilsa, masala yanada murakkablashadi. Uchinchi nozik jihat ijtimoiy himoya. Har bir pensioner avtomatik tarzda gaz uchun alohida katta imtiyoz oladi deb o'ylash to'g'ri emas. Yordam va subsidiya tartiblari hudud oilaning daromadi, ijtimoiy holati va amaldagi qoidalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Menga hech narsa tegmaydi deb o'tirib qolmang. Mahallaga boring, ijtimoiy xodimdan so'rang. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mas'ul tashkilotlar orqali ma'lumot oling. Agar siz kam ta'minlangan bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, nogironlik bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsa, albatta rasmiy tartibda murojaat qilish kerak. To'rtinchi nozik jihat eski qarz va yangi tarif aralashib ketishi. Ko'p odam tarif oshdi, shuning uchun qarzim ko'paydi deb o'ylaydi. Aslida esa qarz oldingi davrdan qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz 3 oy davomida 6000 so'mdan kam to'lab kelgansiz yoki umuman to'lamagansiz. Keyin yangi kvitansiyada 3000 so'm chiqadi. Siz buni yangi tarifdan ko'rasiz. Lekin tahlil qilsak, 1000 so'm eski qarz, 1000 so'm joriy oy, qolgan qismi boshqa hisob bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov tarixini tekshirish juda muhim. Bank ilovalaridagi cheklarni saqlang. Qog'oz kvitansiyalarni tashlab yubormang. 5-nozik shart ijara uylar.
Agar siz ijara uyda yashasangiz, uyga kirishdan oldin gaz, elektr, suv va chiqindi bo'yicha qarzdorlikni tekshirib oling. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Uy egasidan shaxsiy hisob raqami bo'yicha qarz yo'qligini ko'rsatishini so'rang. Aks holda 2 oy yashaganingizdan keyin eski qarz chiqib qoladi va sen ishlatgansan degan tortishuv boshlanadi. Ijara shartnomasida kommunal to'lovlarni kim to'lashi, eski qarz kimning zimmasida ekani aniq yozilgani yaxshi. 6-nozik jihat ortiqcha to'lov. Ba'zan odamlar qo'rqib oldindan ko'proq pul to'lab qo'yadi. Bu yomon emas. Agar shaxsiy hisobga to'g'ri tushgan bo'lsa, keyingi oylarda hisobdan ayriladi. Lekin to'lov noto'g'ri shaxsiy hisobga ketib qolsa, uni qaytarish yoki ko'chirish uchun vaqt ketadi. Shuning uchun har safar to'lov qilayotganda manzil, shaxsiy hisob raqami, xizmat turi va to'lov summasini tekshiring. Ayniqsa ota-onangiz uchun to'lov qilayotgan bo'lsangiz, raqamlarni bir marta saqlab qo'yib, keyin ham tekshiraverish kerak. 7-nozik jihat. Gaz tejamkorligi faqat kam yoqish degani emas. Ko'pchilik qanday tejayman, sovuqda o'tiraymi deb so'raydi. Men bunday demayman. Tejashning to'g'ri yo'li avvalo issiqlikni saqlashdir. Derazalardan sovuq kirsa, eshik pastidan shamol o'tsa, tom yoki davor issiqlikni ushlamasa, siz gazni ko'proq yoqasiz. Lekin uy baribir iliq bo'lmaydi. Oddiy rezina ziklagich, derazani so'zlash, eshik tirqishni yopish, qozonni vaqtida servis qildirish ham iste'molni kamaytiradi. Eski gaz qozoni noto'g'ri ishlasa, u ko'p gaz yeb kam issiqlik berishi mumkin. 8-nozik jihat xavfsizlik. Gaz narxi oshdi deb odamlar ba'zan xavfli usullarga o'tib ketadi. Masalan, xonani gaz plitasi bilan isitish. Mo'rini tekshirmasdan qozonni yoqish, ventilyatsiyani yopib qo'yish, nosoz uskunani ishlatish. Bu juda xavfli. Pulni tejayman deb sog'liq va hayotni xavfga qo'yish mumkin emas. Agar gaz hidi sezilsa, chiroq yoqmang, gugurt chaqmang. Derazani oching, gaz kranini yoping va darhol avariya xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Endi eng kerakli qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Hisoblagich ko'rsatkichini bugunoq rasmga oling. Rasmda raqamlar aniq ko'rinsin. Yoniga sana yozib qo'ying yoki telefon rasmida sana saqlanadi. Keyin oxirgi kvitansiyani oling va undagi oxirgi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq mantiqan to'g'ri bo'lsa, demak hisob ketmoqda. Agar farq juda katta yoki tushunarsiz bo'lsa, buni alohida yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, shaxsiy hisobingizni tekshiring. Buni gaz ta'minoti tashkiloti bo'limida rasmiy mobil ilovalar orqali, to'lov tizimlari orqali yoki mahalliy xizmat ko'rsatish markazida bilish mumkin. Sizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar: manzil, abonent raqami yoki shaxsiy hisob raqami, pasport ma'lumotlari, uy egasining hujjatlari. Agar siz pensioner ota-onangiz nomidan borayotgan bo'lsangiz, ularning pasporti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, kerak bo'lsa ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 3-qadam, qarzdorlik tarkibini so'rang. Faqat qancha qarzim bor demang. Bu qarz qaysi oylar bo'yicha shakllangan, qancha qismi joriy oy, qancha qismi oldingi davr, penya bormi, qayta hisob kitob bormi deb so'rang. Agar siz yozma javob olsangiz, keyin bahsli holatda qo'lingizda dalil bo'ladi. Og'zaki javobni eshitib chiqib ketish yetarli emas, ayniqsa summa katta bo'lsa. 4-qadam, agar xatolik bo'lsa, ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, manzil, telefon raqami, shaxsiy hisob raqami, muammo mazmuni yoziladi. Masalan, mening hisoblagichimda falon sanada falon ko'rsatkich mavjud, kvitansiyada esa boshqa ko'rsatkich kiritilgan. Shu holatni tekshirib, qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman. Arizaga hisoblagich rasmi, kvitansiya nusxasi, to'lov cheklari ilova qilinadi. Arizani topshirganingizda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. 5-qadam, pensionerlar uchun ijtimoiy yordam imkoniyatlarini tekshiring. Mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Ijtimoiy himoya mas'ullaridan oilangiz holatiga qarab qanday yordamlar mavjudligini so'rang. Kam daromadli oila bo'lsangiz, nogironlik bo'lsa, dori-darmonga katta xarajat ketayotgan bo'lsa, bularning hammasini yashirmasdan ayting. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport, pensiya ma'lumotlari, oila tarkibi, daromadlar haqidagi ma'lumot, kommunal to'lovlar kvitansiyasi, bank kartasi rekvizitlari bo'lishi mumkin. 6-qadam, oilaviy hisob kitob qiling. Men oddiy usulni tavsiya qilaman. Bir varaq qog'ozga har oy tushadigan daromadlarni yozing. Pensiya, ish haqi, yordam puli, boshqa tushumlar. Keyin majburiy xarajatlarni yozing. Oziq-ovqat, dori, kommunal to'lov, transport qarz to'lovi. Shundan keyin gaz uchun qishda alohida zaxira qoldiring. Chunki yozdagi gaz to'lovi bilan qishdagi gaz to'lovi bir xil bo'lmaydi.
qishda ko'proq chiqishini oldindan bilib, yoz va kuzda ozroq zaxira qilish foydali. 7-qadam. Gaz uskunalarini tekshirtiring. Qozon, kolonka, plita, mo'ri ventilyatsiya tartibli bo'lsa, bu faqat xavfsizlik emas, iqtisod hamdir. Nosoz qozon ko'proq gaz sarflaydi. Mo'ri tortmasa xavf tug'iladi. Plita alangasi sariq yoki notekis bo'lsa, sozlash kerak bo'lishi mumkin. Bu ishlarni o'zingizcha ochib titib qilmang, mutaxassis chaqiring. 8-qadam. Farzandlar ota-onasining hisoblarini nazorat qilsin. Ko'p pensionerlar telefon ilovalaridan foydalanmaydi yoki mayda yozuvlarni o'qishga qiynaladi. Har oy bir marta ota-onangizning gaz, elektr, suv hisoblarini ko'rib bering. Bu katta ish emas. Lekin keyin katta qarz va asabiylashishning oldini oladi. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan keksa insonlar uchun bu juda muhim yordam. 9-qadam. To'lov qilganda chekni saqlang. Elektron chekni telefonda saqlang, skrinshot qiling. Kerak bo'lsa alohida papka oching. Qog'oz chek bo'lsa, kamida 1 yil saqlab qo'ying. Chunki ba'zan tizimda to'lov kechikib ko'rinadi yoki noto'g'ri hisobga tushadi. Chek bo'lsa pul to'laganingizni isbotlash oson. 10-qadam. Vahimaga berilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Tariflar o'zgarganda eng ko'p zarar ko'radigan odamlar odatda ma'lumotni tekshirmagan, hisobini ko'rmagan, ariza yozmagan, o'zi ha bo'lar deb kutib yurgan odamlar bo'ladi. O'z vaqtida so'rasangiz, hujjat bilan murojaat qilsangiz ko'p masalani hal qilish mumkin. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya oshishi yaxshi yangilik bo'lishi mumkin. Lekin gaz tariflari va yangi hisob-kitoblar har bir oiladan aniq nazorat talab qiladi. Endi faqat kvitansiyadagi yaponiy summaga qarab to'lov qilish yetarli emas. Hisoblagich ko'rsatkichini tekshirish, eski qarzni ajratish, to'lov cheklarini saqlash, imtiyoz va yordam imkoniyatlarini so'rash, uskunalarni soz holatda tutish kerak. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Bu masalada eng kuchli himoya bu hujjat, aniq raqam va vaqtida qilingan murojaat. Agar xatolik bo'lsa, isbot bilan boring. Agar yordam kerak bo'lsa, mahallaga va mas'ul tashkilotlarga murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hisoblarini yolg'iz tashlab qo'ymang. Sizning hududingizda gaz uchun yangi hisoblar qanday chiqyapti? Pensiya o'sish xarajatlarini qoplashga yetyaptimi yoki kommunal to'lovlar baribir og'irlik qilyaptimi? Fikringizni izohlarda yozing. Bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishi uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing.